iloying qo'sha qarg'in bolam. O'g'il. Pahlavondek o'g'il. Ota, voyinkom kelyapti. Повестка. Urushga. Vatan uchun, o'rtoq Stalin uchun. Что это? Bu urushdan hech kim qaytmaydi. Bu qora xat. Сталина! Hammasini o'g'illari ketdi qolishga. Ona bilan kelinlar qoldi. Bormaydi, boshida bormaydi. Boshida bor. Kabi bo'ladi. Mahallasi mana shu oqsoqoli bo'ladi. Ochiqjon dadasi bo'ladi. Jo'natmaydi, o'g'li ketaman deydi. Qiziz ham qoladi, ikkitasi o'sha kichkina o'g'limdan mana o'sha. Ilhaq filmi yurakka ta'sir qiluvchi sahnalar ko'p bo'lib, unda vatanga sadoqatlik ko'p ko'rsatiladi. Ilhaq filmida insonparvarlik, vatanparvarlik, sadoqatlik ramzlari, fazilatlari ko'rsatiladi. Bugun Ilhaq filmini ko'rib, sinfdoshlarimiz bilan birga muhokama qildik.